hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin müavin prezidenti Sayragul Savutbay Angliya baş ministerini Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabat sababidan qattiq aybladi. Independent xəbər to'rining 19 aprel kunidagi xəbərdə mundaq deyildi. Xitoyning qabiy sharoitga ega jazo lagerlarining birida zulmga uchragan bir ayol Sierkir Starmerni Xitoyning Londonda cho'ng elchixona qurish planini tasdiqlaganlik uchun inson haqlariga hurmat qilmadi deb qattiq aybladi. Xitoyning atalmish Şinjandagi tutib turish lagerlarining birida ishlashga majburlanganda ig'ir zo'ravonliklarga uchraganligini aytgan qozoq ayol Sayragul Savutbay Angliya bosh ministerini xalqaro qonunga qaraganda iqtisodiy va siyosiy foydani oldingi o'ringa qo'ydi deb aybladi. Xitoyning jazo lagerlarida ishlashga majbur bo'lib, bu yerdagi nurg'ulg'an xo'rlashlarga shohid bo'lganligini aytgan Sayragul Savutbay Angliya bosh ministerini xalqaro qonunning ustiga iqtisodiy va siyosiy foydani qo'ydi deb ayblab, hozirgi Angliya hukumatining yaqinqi faoliyatlari bizni cho'nqur qayg'u va qo'rqinchga soldi. Xitoy prezidenti Shi Jinping hukumati bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirishga tirishgan Angliyaning demokratiya va erkinlikdan so'z etish haqqi yo'q dedi. Şivsiyada turuşluq bu fəaliyyətçi Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin müavin prezidentlik vəzifəsini ötürməkdə. O, Xitaydan 2018 yılı qaçıb çıxandan keyin 2020 yılı Şərq Türkistanda yürgüzüyotqan irqiy qırğınçılıq və insaniyyətə qarşı cinayətə məsul Xitay katbaşlarının ustidan Xalqaro Jinoiy ishlar sud məhkəməsində da'vo etish harakatida rol o'ynamoqda. O, 6 yil ilgari Washingtonda jasoratlik ayol ekanligini, boshqa sobiq tutqularning sarguzashtlarini so'zlashga ilhom bag'ishlagan rolini e'tirof qilgan shu vaqtdagi Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va birinchi xonim Melania Trump tarafidan berilgan 2021 yillik jasur ayol mukofotiga erishgan. U Independent muxbirining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning jazo lagerlaridagi chekidan oshgan xo'rlashlarni o'zi so'linib qiynashga uchragan qora uydagi qo'rqinchli ahvolni tafsiliy tushuntirdi. 2017 yılı yanvarda bir kecha yarımida Sayragul Savutbay Şinjan deb atalgan Uyg'ur va boshqa Türkiye xalqlar yashagan Sharq Turkistondagi doiralar tarafidan tunji qitim tutqun qilinib qamalgan. Uning yo'ldoshi va bolasi bir yil ilgari Qozog'istonga ketib, ko'chman bo'lgandan bir yil o'tgandan keyin Qozog'iston fuqarosiga aylanganlik uchun u so'roq qilingan. Sayragul Savutbay bir necha oy qo'yib etilgan. 2017 yılı noyabrda u ko'zi bog'langan holda Qozoq Avtonom oblastidagi 2500 kishilik bir jazo lageriga til o'qituvchilik qilish uchun elib kelingan. 2010 yilda qurilgan bu jazo lageriga Beijing kasbiy tarbiyalash markazi deb nom berib, terrorlik va oshqunlik bilan kurash qilishni bahona qilib, 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini qamagan. Jazo lagerlariga qamalganlar nurg'ulg'an sabablardan, ya'ni ba'zilari diniy ibodatlari bilan shug'ullanganlikdan, ba'zilari chet elni sayohat qilganlikdan, ba'zilari farqli kultural kimligini ochiq-oshkora ko'rsatgani uchun qamalgan bo'lib, inson haqlari tashkilotlari bu tutqun qilishlarni ayblab, tutqun qilib sulashlarning so'zsiz elib berilayotganligini eskartdi. Sayragul Savutbay lagerlardagi tutqun qilinganlarning ashaddiy xo'rlashlarga shohid bo'lganligini aytdi. Tutqun qilinganlarga qarta elib berilayotgan barliq xo'rlashlar jismoniy va ruhiy qiynashlarni o'z ichiga oladi. Ular doim ayollarga zo'ravonlik qiladi. Menmi o'z ko'zim bilan to'plashib zo'ravonlik qilish voqealarini ko'rdim, dedi u. U lagerlarda qora uyning borligini aytib, hech qanday kamera bo'lmagan qop-qorong'u bir kamer bor bo'lib, tutib turish xodimlari tutqunlarga ko'zdan yiroq yerda qiynash elib borganligini aytdi. Sayragul Savutbay o'qituvchi bo'lishiga qaramay, o'xshashla inson qalbidan chiqqan muomalalarning qurboniga aylangan. Siz gap qilolmaysiz, kulolmaysiz, yig'layolmaysiz. Garchi o'qituvchi bo'lsangiz-mu, tutqunlar bilan paranglashilmaysiz, dedi u aslab. Bir turkum yangi tutqunlar kelganda, uning ichidagi bir qozoq mo'may Sayragulning yoniga yugurib kelib, uningga esilib turib, o'zining hech qanday gunoh o'tkazmaganligini aytganligi vajidan Sayragul xonimga zulm qilingan. U soatlarcha meni to'qliq o'rindiqqa o'ltirg'izdi, urdi. O'lib ketamanmi deb o'ylagan edim. Tayoq yegandan keyin hushimdan ketibdiman. Atdiganda soat 6da lagerning atdiganda uyg'otish signali bilan uyg'onib ketdim va o'ngimmi, tushimmi deb hayron qoldim, dedi. Bosqinchilik qilishning lagerda umumlashganligini, gundupaylarning o'zlari xohlagan ayolni tanlab bosqinchilik qilganligini, qozoq va uyg'urlarning bir vaqtlarda Angliyadan yordam tama qilganligini aytdi.
Ammo yaqinqi oylarda Doning ko'chasi Beyjingning inson haqlari xotirasi Rossiya va Iran bilan bo'lgan ittifoqdoshligiga qaramay, Angliya bilan Xitoy o'rtasidagi jiddiy munosabatni asliga keltirishga tirishdi. Bosh minister yanvarda Xitoyga qilgan muhim ziyoratida dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisod bilan bo'lgan munosabatning yaxshilanishining moliya jihatdagi foydasini ta'kidlab, Xitoy hukumati bilan texmo murakkab munosabat o'rnatishni tashabbus qildi. Bu ziyoratdan bir qancha kun burun Angliya Londonda nurg'un kishilar davlat bexatarligiga xavf yetkazadi deb tanqid qilgan Xitoyning cho'ng elchixonasi qurish to'g'risidagi talash tortishliq planini tasdiqlagan. Sayragul Savutbay xonimning Sirkir hukumatiga bergan bahsi intayin nachar bo'lib, Starmer inson haqlariga hurmatsizlik qilyotidi. U xalqaro huquq va majburiyatlarga hurmatsizlik qilyotidi. Chunki inson haqlari iqtisodiy va siyosiy manfaatdan ustun turishi kerak. Xalqaro qonunlarga imzo qo'ygan har qanday davlatning qonuniy majburiyati bor. Ular inson haqlarini oldingi o'ringa qo'ydi va uningga hurmat qiladi. Agar ular buningga hurmat qilmasa, dunyoning boshqa joylaridagi erkinlik va inson haqlari haqida so'zlashga haqqi yo'q. Shunga Angliya hukumatining bizning xalqimizga qarata bildirgan bu ikkiyuzlamachiligini alohida tilga olmoqchiman, dedi u. Bir jazo lagerida 6 oy qamalgan Sayragul Savutbay Yaslidagi vazifasidan uzoqlashtirildi. Xitoy uning ishik tubiga bir qancha qatim kelgandan keyin yarim kechada u nazarbandga ilindi va savol so'roq qilindi. 3 yil yangidan tarbiyalash uchun lagerga qaytarilganligini aytdi. Yana tutqun qilinib jazo lagerlariga qaysam hayot qolishimni bilmaydim, balki o'lib ketatdim. Men u yerda o'lib ketganlarni ko'rgan edim. Shunga men xatarga tavakkul qilib Qozog'istonga qochdim. Eng oxirida bolamni ko'ra oldim, dedi u. U Qozog'istonda tutilgan va chegaradan qochib chiqish jinoyati ortilib 6 yillik kechiktirilgan qamoq jazosiga hukm qilingan. Qozog'iston uning panohlik tarafini rad qilgandan keyin Sayragul Savutbay xonim Shvetsiyaga kelgan. U panohlik berilgandan keyin hozir shu yerda yashayotidi. U yurtidan 4500 kilometr yiroqlikda bo'lib, Xitoy hukumatining tahdididan haqiqiy qutulganligini his qilmadi. Men o'zimni 100% bexatar his qilmayman. Xitoy Kompartiyasining keng doiralik ta'siri bor. Bu davlatlarning hammasida uning vakolatchilari bor. U o'zining ta'sir va yumshoq kuchini ishlatib, kishilarni qo'rqitib besib tura oladi. Shuning bilan maqsadiga yetadi. Xitoy Kompartiyasining demokratik davlatlardagi ta'sirining kuchayishi faqat bu davlatlarning bexatarligiga tahdid emas, balki demokratiyaga tahdid. Hamda bu qarshi turishga tegishli intayin jiddiy masala, dedi. İctimai axborotda tarqalayotgan xabarlarga qaraganda, minglagan Xitoy yosh ijtimoiy innovatsiya sistemasi tarafidan qora tizimlikka kirgizilganligi uchun uy-makonsiz qolmoqda ekan. İctimoiy innovatsiya sistemasi qora tizimlikka kirgizgandan keyin raqamli hamyon WeChat darhol raqamli pulni xarjlash yoki maosh olishni cheklaydi ekan. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtimin Ali Efendi 21 aprel kuni ijtimoiy axborot supisi X'da buningga inkos qaytirib, Xitoyning yoshirun vahshiyligi Xitoy Kompartiyasi dunyoning ko'rishini rad qilgan keng ko'lamlik raqamli turma. Bu ro'yi kasalliklar hokimiyati ostidagi bir sun'iy aql va texnikaning ilgirilishi taraqqiyot emas, balki insonlarning erkinligi, qimmati va izzat hurmatiga qilingan ajallik hujum. Tiz qutblashayotgan dunyomizda agar g'arb demokratiyasi yiqilsa, insoniyatni kutayotgan narsa bu diktatorlikdir. Bütün bir yer şari onun mahbuslariga aylanadi. Bu qaytarib bo'lmaydigan va qachish mumkin bo'lmagan insoniyatning oxirlashishidir. Raqamlashtirish oxirida insonlikdan uzoqlashtirishdir, dedi. Tang atmasmi? Hammaga otdi tang, bizlarga atmas ushbu tunlarda. Kun nuri yo'qolgandir ko'zimdan ushbu kunlarda. Sıkıldım hem boğuldum, çıkmadı canım aziz senden. Kulağımga sada geldi, ayrılmayman men senden. Tenim yurttur, canım eldur, akar sular göz yeşi. Ağa ini kırındaştur, gam günlerde muğdişi. Ulug' erler pida qilgan bu tuproqqa aziz yaşı. Qizil qonga bo'yalgandir bu tog'larning qora toshi. Bu tuproqni sug'organdir shahidlarning aziz qoni. O'lib ketguncha bermaydi tenida bo'lsala joni. Vatan ko'ngildir ulus bulbul qo'nib o'ynamoqda har shoxda.
Чугундекler uçup kesse, külüp sayraydı şu çağda. Ümitsiz bolma ey xalq, qara baxting içilmasmı? Qara tunlar ketip baştın, quyosh nuri chechilmasmı? Çalışmak birle tapqaysan muradingni aziz millat. Çalışqanға көрәрсән, ey azizlar, obro'y izzat. Abduri Asadullah Shayxzada. Manba Erk gazeti 1947 yili 26 noyabr 107 son. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Borhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.